Biz sizdan shifo topdik. El ko'zi toshu tarozi deyishadi dono xalqimizda. Murod shifo tabobat markaziga ixlos bilan kelib, davo topayotganlar soni kundan kunga oshib bormoqda. Bemorlarni davolashda nafaqat biz xalq tabobati yo'li bilan, balki yuqori darajada tekshiruv usullaridan foydalanamiz. UZI apparatimiz yuqori texnologiyaga ega. Unda elostografiya ya'ni jigarni qotishlarini nechinchi darajaligigacha tekshiriladi hamda qondagi laboratoriya tekshiruvlarini PCR yo'nalishi bo'yicha Ko'p kishilarga tavsiya qildim. O'zim hamshiraman, o'shadagi hamshira shifoxonamizga ishlayotgan qancha so'rab kelishyapti. Holatingiz qanaqa? Siz bunaqa edingiz? Qanday ahvolga tushib qolgandingiz? Qanday bo'ldingiz degan savollar berishadi. Ularga bemalol men manzilni beraman. Qo'rqmayman hech ham. Ular kelib yana qanchadan qancha kishi o'zim orqali bularni tavsiyasi bilan Yulduz opaga rahmatlar aytib, yana opajon siz tufayli keldik, biz mana shuncha kishi yaxshi bo'lib ketayapti degan javoblarni eshityapman-da. Tabiblar sulolasining 100 yillardan beri davom etayotgan izlanishlari va ularning samarasidan siz ham bahramand bo'ling. Bizning safimizga qo'shiling.